Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana bugungi ikki tashkil uylarimiz Medkollejda yangi joydagi sotiladigan. O'shani ichlarini obzor qilib chiqamiz sizlar bilan birga. Mana kirgan joylaringda birinchi xona. To'g'riga kirganda bitta xona bor. O'ng tomonga yursalaring ikkinchi etajga chiqadigan joylar lestnitsamiz bor. Hozir u ikkinchi etajda ham ko'rib chiqamiz. Birinchi etajdagi xonamizni o'rganib chiqaylik. Mana xonamizning ko'rinishi. Yaxshi o'tiradigan televizor, отопленiyalashgan uyimiz. Hamma joylari qilingan. Sharoit zo'r, bomba, faqat olish kerak, yashash kerak. Uyimizda krediti ozgincha qolgan ekan, kreditlarni to'lab berib yopib beramiz dedi egasi. Xolasa yana kelishamiz. Telefonlariga chiqasizlar, telefonlashib, gaplashib ko'raverasizlar. Ketdik, nariga keyingi xonalarni ko'ramiz. Chiqqanda mana kuxnyaga kirasizlar. Mana o'tiradigan zaldan chiqqanlarga kelib, bemalol sizlar mana kuxnyada o'tirib ovqatlanadigan joylar, mana gaz, отопление bu yerda ham bor va холодильник, kuxnya mebellari bor. Hamma sharoitlar qilingan. Kuxnyadan chiqsalaring, bu yoqda sanuzeli bor. Undan keyin hojatxonasi bor. Endi oltita ko'rsatib o'tamiz uni yengil. Ketdik sizlar bilan ikkinchi xonani ham ko'raylik. Ikkinchi etajdagi ikkinchi xonamiz mana. Detskiy xona bu. Tayyor turibdi detskiy xonalarimiz. Bemalol pardalari, hamma narsasi joyida. Yana olsalaring o'zlaringiz bu narsa qilib olasizlar. Gilamlarni almashtirib. Mebellari ham bor. Keyin uchinchi xonamizni ko'ramiz. Bu spalni ota-onalar uchun yotadigan joy. Mana bu ham tayyor. Mebellari, gilamlari, mana spalnisi, pardasi hammasi joy-joyida qoladi. Yana kelishasizlar, gaplashasizlar. Mana chiqqanlaringda mana oshxonasi bor. 4 sotixdan iborat. Kirib kelishda mana darvoza xonasi, uyimizning ko'rinishlari, mana atrofi, hovlisi, огорodi. Nargisi qo'ni-qo'shnilarniki 4 sotixdan iborat. Mana hojatxona yozgi. Mana bu yerda hovuzi ham bor, kanalizatsiyasi ham bor mana qilingan. Ko'rasizlar, tayyor uy. Mana zaksani ko'ringan. Sentrda turibdi. Uyimizning narxini 110 ming dollar dedi. Gaplashamiz. Kirib kelsalaring, bitta chap tomondan Zaks tomondan kirib kelasizlar. Zaksga kirsalang, mana yerda apelsin degan katta stroy material ochilgan. O'shandan shunday to'g'risida qayrilganda mana birinchi uyimiz. Egasining nomerlarini qo'yamiz, pastdagi nomerlarga chiqasizlar.